Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimizni mana bitkazib olib kelib o'rnatib bo'ldik. Inshaalloh Xudo xolasa bir do'stimiznikiga. Bu yerga 3 ta eshik, 4 ta rom olib keldik. Bu yerda bir qanotlidan 2 ta rom. Mana bu tomonda uylarning narigi tomonda mana bitta 2 qanotli 2 ta rom qilib olib keldik. O'rnatib bo'ldik. Xudo xolasa uylar juda chiroyli ko'rsatilgan ekan. O'rtoqlar, mana O'zbekiston bo'ylab dastlabkalarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustanovkasi ichida bemalol aloqaga chiqarasizlar. Va kvadratini 750 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik mana. O'zimiz savxozga olib keldik. Xo'jaoboddan kelishda savxozga bemalol murojaat qila olasizlar. Murojaat uchun telefonlarimiz 90 545 87 64. Yana telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Kimga shular yoqqan bo'lsa, mana bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Bular mokri eshiklarimiz, mana gullari bilan juda ham chiroyli chiqqan. Mokri hayte pasonda. Mana bu tomonda ham mana ko'rib turibsizlar. 2 qanotli eshigimiz. Bu belida nimaga yo'qochi desanglar, pena qisib olmasligi uchun o'zini zazorini holat ushlab qoladi. O'shaning uchun reyka qo'yib qo'yganmiz. Karnizlarimiz ham juda ham chiroyli chiqqan. Yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib qo'yamiz. Kanalimiz keyinroq tarqalish uchun. Sizlarga oldindan kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat katta.